Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush kelibsizlar. Men Muhammad Azat. Bugun juma. Tövəndəki xabarlarimizning tafsilotida bo'lsin. China News Xitoy xabar to'rining 10-26 xabarda bildirilishicha, Xitoy hukumatı Janubiy Osiyo şirkati bilan Sichuan Osiyo şirkati 2023-yillik qishliq uchish fasli liniyasini e'lon qilishga ochdi. Xitoyning 2023-yillik qishliq uchish fasli liniyasi 10-29 boshlanib, jami 154 kun davomlashadi ekan. Bu mezgilda Xitoy Janubiy Osiyo şirkati va Sichuan Osiyo şirkati Sharq Turkistonda 120 Osiyo liniyasi ichishni planlagan. Bunun ichida Xitoy hukumatining Janubiy Osiyo şirkati Sharq Turkistonda 96 Osiyo liniyasini o'z bevosita yo'l qo'ydi ekan. Xitoy 68 uchish nuqtasi orqali kundalik o'rtacha uchish qitim soni 210 qitimdan oshirishni planlagan. Bu qish faslida Sichuan Osiyo şirkati Urumchidan Beyjingga tutishadigan bevosita liniyani asliga keltirgan. Hamda Aqsudan Chengduga boradigan yangi liniyani yo'l qo'ygan. Hamda Chongqing, Sichuan, Kunming, Nanning, Lhasa, Sanya, Lanzhou, Xining, Hangzhou, Jinan, Zhejiang qatorliq joylarga uchadi ekan. Xitoy Janubiy Osiyo şirkatining Urumchidan xalqaro bevosita uchadigan 12 liniyasi bor bo'lib, har hafta xalqaro navbatchi aeroplan uchish qitim soni 40 qitimga yetadi ekan. Ular Urumchidan Tbilisi va Bakuga bevosita uchadi ekan. Ham uningdan boshqa Toshkent, Tehron, Islomobod, Lahor qatorliq rayonlarga uchish yapon oladi ekan. Xitoy Janubiy Osiyo liniyasini Urumchidan Guangzhou orqali Bangkok, Singapur, Manila, Jakarta va Sharqiy Janubiy Osiyodagi tangli xalqaro sayohat shaharlariga bora oladi ekan. Xitoy xalq to'rining 26 oktyabrdagi xabarda deyilishicha, 10-23 25 kunigacha Ozarbayjondan kelgan axborot vakillari o'miki Urumchida ziyoratda bo'lgan. Bu vakillar o'miki atalmish Xinjiang san'at universiteti va Urumchi madaniyat markazi saroyini ziyorat qilgan. 10-24 kuni ular Urumchi Jianan mahallasidagi mahalla aholilarini ziyorat qilgan. Vakillar o'miki yana munosabatli o'rinlar va axborot o'rinlari bilan suhbatlashgan. Vakillar o'miki a'zolari bu ziyorat orqali atalmish Xinjiangning to'g'ri yo'lda ekanligiga ishonganligini birdek o'tirib qo'ygan. Bir qism g'arb taratqularning atalmish Xinjiangdagi asonliq millatlarning milliy va madaniyat qirg'inchilik to'g'risidagi yolg'onlari va tuhmatlarni xalqaro jamiyatga bu yolg'onchiliklarga aldanmaslik kerakligini tunishtirganligini va ular axborot vakili bo'lib sifati bilan atalmish Xinjiangda ko'rganlarni aynan shaklda xalqaro yetkazganligini bildirgan. Xabarlarimizga ko'ngillilar rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.